Mana hozir al-Mannan, ato qiluvchi degan ismini o'qiyapmiz. Beruvchi. Demak, bir oy davomida mana shu berishlik degan sifatni o'zimizga paydo qilaylik. Tushunarlimi? Odamlar 99% odamlardagi tushuncha olgani foyda. Olib qolsa, cho'ntagiga tiqib olsa, sepiga bosib olsa, olsa foyda. Bu olishligi halolmi, harommi farqi yo'q. Rozi bo'ladimi, yo'qmi farqi yo'q. Muhimi nima qilish kerak? Olish kerak. Amin. Olaylik. Olaylik, oldirmaylik. Endi oldirmaylik qaysi? Biroq yulib ketmasin degan ma'no bo'lsa kerak, yaxshi tushunib qo'yaylik. Yigitlar, mana shu tushunchalarni tuzataylik. Berganingiz sizniki. Berganingiz sizniki. Chunki Allohning yo'lida qilgan infoqinglar yerga tushgan bir dona bug'doyga o'xshaydi deydi Alloh taolo.